vitr namozini o'qish haqida. Mana musulmonlar jamoasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlaridan boshlab 5 vaqt namozga mana vitr namozini qo'shib o'qishlikni ham o'qib kelishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Al-vitru haqqun." Vitr haqdir. "Faman lam yutir falaysa minna." Kim vitr namozini o'qimasa, bas u kishi bizdan emas. Demak, shular ham bo'lar ekanda. Vitr o'qimaydiganlar. 5 mahal deyilgan, 5 mahal farz namoz bor, bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Bu haqida oyat kelmagan deb turib, haligi hujjat so'raydiganlar bor. Demak, vitr namozi o'qimagan odam payg'ambarimiz aytibdilar, bizdan emas. Innalloha vitrun yuhibbul vitra. Faman lam yutir falaysa minna. Kim vitr namozini o'qimasa, bas u bizdan emas. Mana shu hadislarga suyanib turib, Hanafiy mazhabi olimlari vitr namozini o'qishlikni vojib deb qarorga kelishgan. Shuning uchun kim vitr namozini qazo qilib qo'yadigan bo'lsa, buni keyin o'qib berishligi kerak bo'ladi.